Bir kunda uyimiz sotilib ketdi. 3 sotuli 50 ming dollardan sotuvga qo'ygandik. Mana bu yerga qarang. Art House domlari. Archa ko'chadan literaturniga keltirishingizda Shofangiz mahalla keladi-yu. O'sha mahalladan keyingi Paxtakor mahallaga kelganmiz. Mahallasini ko'ringlar, ko'chalarni ko'ringlar. Qanaqa fayzli, juda chiroyli. Bizlarni sotilayotgan uyimiz mana shu tupik ko'chada joylashgan bo'ladi. Ketdi yaqinroqdan ko'ramiz. Bu yerda ko'rasizlar, mashina qo'yish uchun joy bemalol. Xo'p, bizlar sotilayotgan uyimiz 4 sotuvga joylashgan, 6 ta xonasi, oshxonasi, hammom, tualetlari bor. Mana shu eshikdan kiriladi. Mana bu joy ham shu uyimizga qarashli ekan. Mabodo sizga mashina olib kirib qo'yish uchun daraza qilaman siz, mana shu yerda buzib tashab turib, kattaroq daraza qilib olsangiz bo'ladi. Endi ichkarilarni bitta ko'rib chiqamiz. Orientir 26-poliklinikani shundoq orqa tarafida. Bunaqasiga 15 metr ekan, uzunasiga 25 metr. Ichkarida 6 ta xonamiz bor. Mana bu yoq tarafda bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta xonalarimiz ketma-ket joylashgan. Pastda oshxonamiz, uni yonida hammom, uni yonida hojatxona joylashtirilgan. 26-poliklinika mana shu ko'rinib turibdi. Maktab, masjid, bog'cha juda ham yaqin. Bilasizlar, bu yerda gaz svetida umuman muammo yo'q. Narxini sotugiga 50 ming dollardan so'rashyapti. Yana kelishib beriladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqamni qoldiraman. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.